Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan juda ham yumshoqqina va do'mboqqina bo'lgan karascha pigodi tayyorlaymiz. Hech nima ketmaydi. 3 tagina ingredient, ya'ni uyda hammada bor narsadan. Buning uchun bizga illiqdan sal issiqroq suv, droji, bitta kichkina qoshiq shakar va bitta kichkina qoshiq tuz kerak bo'ladi. Hammasini videoda ko'rsatilgandek solib, aralashtirib, yumshoq qo'lga yopishadiganroq xamir qilib tayyorlaymiz. Xamir holatiga kelgandan keyin 3-4 qoshiq o'sma yog' qo'shib, xamir qilib, ustini yopib issiq joyga olib qo'yamiz. Ichidagi nachinkasi uchun piyozni yaxshilab qovurib olib, ustidan ozgina go'sht qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Piyozni o'ldirish shart emas, chunki baribir mantiqa sifatida pishadi. Yaxshilab aralashtirib, ketidan kim xohlasa kartoshka qo'shishi mumkin. Menga kartoshka yoqqanligi uchun kartoshka ham qo'shaman. Kartoshka qo'shib, aralashtirib, qovurishda davom ettiramiz. Ketidan ozgina karam, ya'ni kapustani to'g'rab, uni ham solib 2-3 minut qovuramiz, chunki kapusta yo'q bo'lib ketadi. Unaqa ko'p qovurish shart emas. Kapustalarimizni ham sog'ilib, yaxshilab birov aralashtirib yuboramiz. Ketidan spetsiya, uyda bor spetsiyalardan qo'shamiz. Ziravorlarni qo'shib aralashtiramiz. Aralashtirib, xohlasanglar tomat qo'shasizlar, xohlasanglar qo'shmaysizlar. Menga qizilroq bo'lib pishgani yoqadi, shuning uchun tomat qo'shib yuboraman. Tomatni ham qo'shib, birov aralashtirib, tagini o'chirib qo'yib, sovitishga olib qo'yaman. Yaxshilab aralashtirib, sovishga olib qo'yaman. Ungacha xamirimiz chiroyli bo'lib, ishib, oshib chiqqan bo'ladi. 20-30 minutda oshib chiqadi issiq joyga olib qo'ysanglar. Qo'limizni yog'lab qilamiz, chunki xamir sal yopishqoqroq bo'ladi. Har bitta zuvalachani qo'limizni yog'lab qilamiz. Qo'limizni shunaqa yoyib olib, nachinkasini tabga ko'ra, xamiriga ko'ra qo'shamiz. Yaxshilab chetlarini yopib chiqamiz, chetidan suvlari chiqib ketmasligi uchun. Listimizni mantiqasini ham yaxshilab yog'lab olamiz, tegi yopishib qolmasligi uchun. Mantiqasini suvini qo'yib, qaynab chiqqandan keyin ustiga qo'yib 50-55 minut pishiramiz baland olovda, qopqog'ini yopib qo'yib. Ustiga xohlasanglar salat yoki markavcha qo'shib yesa ham bo'ladi. Men shundoq o'zini pishganidagi holatini ko'rsatib berdim. Ichlari pishgan, do'mboq, yumshoqqina bo'lib pishib chiqadi. Yoqimli ishtaha.